xo'jayilimda qo'q atrofda bel sohalarida og'riq bo'lyapti. Yoshlari Bir nechida? bo'lib qoldi. Yoshlari 58da. Qancha bo'ldi dedingiz? 1 oycha bo'lib qoldi-da. Murojaat qildinglarmi? Qildilarmi murojaatni? Yo'q, endi anaqangi hozir ulandim, anaqaga televizor qo'ydim, shunda eshitib qoldim. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat e'tiboringiz uchun. Marhamat, savolingiz menimcha shundan iboratmidi? Ha, xo'jayinim nimalarni bilaydi. Mana hozir javobini eshitamiz. Savolingiz uchun rahmat. Bu yerda birinchi navbatda 58 yoshda bo'lsalar, prostata bezi adenomasi исключать qilishimiz kerak bo'ladi differensirovkada. Ya'ni bu yerda yoshga doir bo'lgan prostataning o'zgarishi, bu yerda vaspolitniy protsess, ya'ni infravezikalniy obstruksiya deymiz, siydik yo'lida to'siqlarning paydo bo'lishi va siydik nayda, hattoki buyrakda ham og'riq berishi mumkin. Shuning uchun bu yerda urolog nazoratida va ko'rigida bo'lishlari kerak bo'ladi. Va differensirovka qilib olish kerak bo'ladi boshqa kasalliklar bilan birgalikda. Bormi yo'qligi.